mo'min musulmon uchun yaxshi sifatlardan, yaxshi belgilardan, yaxshi xulq atvorlardan bo'lgan bir sifat yaxshi gumonda bo'lishlik haqida inshaalloh Alloh qodir qilganicha suhbatlashamiz. Yaxshi gumonda bo'lish bu mo'minlar uchun, musulmonlar uchun jamiyatda yashash jarayonida ularni yashash jarayonini, holatini yaxshi tomonga o'zgartiradi. Ularni o'rtasida iliqlik, xushmuomala bo'lishlik, mehr, muhabbat, o'zaro ishonch va sadoqatni paydo qiladi. Aksincha bo'lsa, yomon gumonda bo'lishlik, badgumon bo'lishlik, su'uzzon deyiladi arab tilida. Su'uzzon degani yomon gumon degani. Husnuzzon deyiladi, yaxshi gumon deyiladi. Ana shu mo'minlar, musulmonlar su'uzzondan qaytarilganlar va husnuzzon, ya'ni yaxshi gumonda bo'lishlikka buyurilganlar. Siz men xususimda, men esa siz xususingizda yaxshi gumonda bo'lishligim kerak. Falonchi meni yomon ko'rsa kerak, falonchi men haqimda yomon fikrda yursa kerak yoki shunga o'xshagan. Qo'shnim meni yomon ko'rsa kerak yoki hattoki o'zimizni ba'zi holatlarda shunchalik nafsimiz vasvasa qiladiki, meni otam yomon ko'rsa kerak, onam yomon ko'rsa kerak degan yomon gumonga farzandlar borib qoladi. Shunga o'xshagan yomon gumonda bo'lishlikdan mo'minlarni, musulmonlarni o'z dinlari qaytaradi. Albatta yaxshi gumonda bo'lish mo'minni qalbini xotirjam qiladi. Qalbni halovat topishligiga, unda bir samimiylik, bir nur hosil bo'lishligiga sabab bo'ladi. Ayniqsa bugungi ijtimoiy tarmoqlar, virtual olam rivojlangan bizni hozir yashab turgan davrimizda bizga, sizga, hammamizga yetib kelayotgan axborotlar, xabarlar, voqea, hodisalar hammasi to'g'risida mo'minlar, musulmonlar yaxshi gumonda bo'lishliklari talab etiladi. Alloh taolo marhamat qiladiki, estağfurullah billah. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Qur'onda kelgan oyat Hujurat surasini 12-oyat. Alloh buyuryaptiki, ey iymon keltirganlar, ey iymon keltirganlar, ijtanibu kathiran minadh-dhann, ko'p gumondor bo'lishlikdan saqlaninglar deydi. Ya'ni ko'p gumon qilishlikdan, ko'p gumonlardan saqlaninglar. Inna ba'dadh-dhanni ithm. Albatta ba'zi gumonlar gunohdir deydi. Hammasi demayapti Alloh taolo. Hamma gumon gunoh demayapti. Ba'zi gumonlar gunohdir deyapti. O'sha ba'zi gumon nima desa, ana shu su'uzzon bo'ladi. Yomon gumonda bo'lish. Chunki yaxshi gumonda bo'lish ham bor ekanda. Ana shu yaxshi gumonda bo'lishlik borligi uchun ham Alloh taolo hamma gumon yomon demayapti-da, ba'zi gumonlar yomondir. Ana shu yomon gumon bu gunoh bo'ladigan zon, ya'ni gumon bu badgumonlik ekan. Bizni to'g'ri Alloh taolo bandasini bir murakkab alfozda yaratgan. Bizni qanday ekanligimizni o'zimiz ham bilmaymiz kerak bo'lsa, Alloh taolo biladi. Holimizni, ahvolimizni, shuurimizni, fitratimizni, ruhiyatimizni, shaxsiyatimizni, xarakter, butun boshli bir inson haqida shunday bir fanlar bor. Psixologiya, sotsiologiya, antropologiya, shunga o'xshagan insonshunoslik degan fanlar bor. Ruhshunoslik degan fanlar bor. Jamiyatshunoslik degan fanlar bor. Ana shularni hammasi odamlar o'zini o'zi o'rganib yotibdi.
shunchalik o'rganib insonni birgina a'zosini o'rganib turib katta fan kandidatlari, doktorlar, akademiklar, professorlar bir a'zosini o'rganib, endi bizni hayolotimiz, ichki kechinmalarimiz, xosatan qalbiy kechinmalarimiz bu juda murakkab. Buni Alloh bilguchi. Ana shu qalbimizdan o'tadigan bir holatlardan biri bu gumon, zon deyiladi arab tilida. Ana shu gumonimizni yaxshi tomonga burishligimiz siz bilan bizga albatta savob olishligimizga sabab bo'ladiki, inshaalloh.